O'zbekiston prezidentining AQShga amaliy tashrifi ushbu mamlakatda istiqomat qilayotgan yurtdoshlarimizning ham kayfiyatlarini yanada ko'tardi. Bugungi kunda qarorgohi Nyu-York shahrida joylashgan milliy sportimiz Xalqaro Turon kurashi federatsiyasi qator hamkor tashkilotlar bilan birgalikda Nyu-York shahri markazida va avtomobillarda O'zbekiston sportiga bag'ishlangan maxsus taqdimotni namoyish etmoqda. O'zbekiston prezidentining tashrifi munosabati bilan New-York City maydonida, ko'chalarda, mashinalardagi ekranlarda mamlakatimiz sportiga bag'ishlangan maxsus taqdimot namoyish etildi. Ulkan monitorlarda sportchilarimiz erishgan yutuqlar, ularning xalqaro arenalardagi muvaffaqiyatlari va mamlakatimizda sport sohasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar jahon jamoatchiligiga taqdim etildi. O'zbekiston Milliy olimpiya qo'mitasi, O'zbekiston sport vazirligi, O'zbekistonning Nyu-Yorkdagi bosh konsulligi va Xalqaro Turon federatsiyasi bilan hamkorlikda Nyu-York shtati va qolaversa Manhattan shaharchasida O'zbekiston sport salohiyati va O'zbekistonda olimpiada sport turlarida va ommaviy sport turlarida erishilgan yutuqlarni butun dunyoga namoyish qilish bo'yicha marafon o'tkazdik. Bundan maqsad muhtaram prezidentimizning sportga qaratayotgan e'tiborlari va qolaversa yangi O'zbekiston yutuqlari davri boshlanganligini namoyon qilish maqsadida bu narsa uyushtirildi. Mazkur namoyish O'zbekistonning xalqaro imijini mustahkamlash, milliy sportni keng targ'ib etish yo'lidagi muhim qadam sifatida baholanadi.